Hammaga assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan shirinlik tatib ko'ramiz. Sumaya Candy Fooddan menga shunaqa zo'r shirinliklar keldi. Endi hozir birinchi men ertalabdan meni hayajonlanib bo'lib oldi. Shunday o'zimni topolay. Tamam. Qasam bo'lardi. Endi hozir mana shunaqa qog'ozini olib tashlasam bo'ladi. Qog'ozini olishim uchun endi menda farosat bo'lishi kerak bunga. Qog'ozini hozir buni yeb ko'ramiz. Og'zimni topib olsa. Judayam shirin. Og'zimni topolmagan bo'lsam ham lekin rosa yoqdi. Sal o'zi bir chiroyman, befarosatroqman, qo'llarim qo'pol. Ozgincha ko'p kulib olaman keyin. Kam yesam bo'ladi. Endi biz sizlar bilan Lidol'dan yeb ko'ramiz. Вообще. Non sho'ch ketdi. Endi hozir buni tatib ko'ramiz. Qani? Mazza. Вообще hidi вообще zo'r chiqdi. Вообще mazza ekan. Nega mazza. Sumaya Candy Fooddan sizlar ham shirinlik zakaz qilib, kayfiyatinglarni ko'tarib maza qilib yeylar. Mani istab.